yoqing. المستوى المبتدئ الثاني. الوحدة الأولى. الاستماع والفهم. كم صديقا لك يا سمير؟ عندي 5000 صديق. يا إلهي، هذا كثير جدا. كيف ذلك؟ هؤلاء أصدقائي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نعم، وهل تتكلم مع كل هؤلاء؟ اشتينا دقات. لا طبعا يا علي، نحن نتواصل من خلال الإعجاب أو التعليق ومشاركة المنشورات. هل تتكلم معهم من خلال الاتصال؟ أحيانا أتكلم مع بعضهم، وخاصة أصدقائي الذين في عمري ويتكلمون لغتي. أما أصدقائي الآخرون فالتواصل بالإعجاب أو التعليق فقط. وكيف تفهم ما يكتبون ولغتهم مختلفة؟ بالترجمة يا صديقي، هناك ترجمة تحت كل منشور. من أين هؤلاء الأصدقاء؟ هم من كل الدنيا. العالم الآن أصبح قرية صغيرة يا صديقي. صحيح، لكن كم صديقا لك في خارج موقع التواصل الاجتماعي؟ لي 3 أصدقاء فقط. Tamam, eshitib chiqdingizlar. Ana endi eshitib chiqqanlaringizga binoan mana buni savollarga javob berish kerak. Istami' ilan nas thumma ajib anil as'ilatil atiya degani shu. Avvalo matnga demak istami' qilasiz, ya'ni quloq solasiz. Thumma ajib anil as'ilatil atiya, keyin quyidagi savollarga javob berasiz. Avvalan, birinchidan ixtaril ijabata sahiha. To'g'ri javobni tanlang. Masmul mawqi' الذي يتواصل فيه سمير مع أصدقائه. اسم الموقع الذي يتواصل فيه سمير مع أصدقائه اسمه فيسبوك. تمام؟ yozasiz faqat Facebook deb emas, to'liq yozinglar javoblarga. Xo'pmi? Ismul mawqi'i allazi yatawassalu fihi Samir ma'a asdiqaihi Facebook deb yozasiz. Ya'ni to'liq yozasiz. Xo'p? Tushunyapsizmi? Xo'p. السؤال التالي اقرأ يا أوتابيك. كم صديقا لسمير على موقع التواصل الاجتماعي. كم صديقا له؟ لا 5000. eshitdingizda, demak bu savolni bilasizlar. 5000 ta deyapti. 5000 deyapti-ku, 5000 ta do'stim bor deyapti. السؤال التالي تفضل يا أسد بك. كيف يتواصل سمير مع أصدقائه الذين في مع أصدقائه الذين في عمره؟ ما معنى هذا؟ ما نصنعه؟ كيف يتواصل سمير مع أصدقائه الذين في عمره؟ uni umridagi, uni yoshidagi do'stlari bilan qanday muloqot qiladi, gaplashadi. Shunaqa deyapti. طيب كيف يتواصل من فيسبوك؟ كيف qanday gaplashaman dedi. عبر الرسالات xatlar bilanmi? Xatlar bilan. Ya'ni hammasi bilan ham xat bilan gaplashaman degani yo'q. Faqat kimlar bilan dedi? Mani yoshimdagi ba'zilar bilan gaplashaman dedimi? Shunaqa dedi. Kayfa yafhamu Muxlisa? كيف يفهم سمير ما يكتبه أصدقاؤه؟ ما يكتبه أصدقاؤه. Do'stlarim yozadigan narsani qanday tushunadi deyapti. Kayfa yafhamu Samir? Bitarjima. Sizlar necha foiz tushundingizlar menga? Aytinglar-chi. Ular bilan qanday gaplashishni tushunmadim faqat. Tamam, qolgan hammasini tushundingiz. Yana necha foiz? O'rtog'im nechtalikka tushunmadim. 50% tushundingizmi? Bo'lmasa yoqing, men tarjima qilib beraman tezroq. Qaytadan yoqing o'shani. Tak. Tarjima qilib beraman, diqqat qilinglar, xo'pmi?
Keyin shunga qarab tushunasizlar, tushunish qobiliyatlaringiz ham shakllanadi. Men tarjima qilib bergandan keyin uni qayta eshitish kerak. Bo'lmasa foyda olmaysizlar. Tarjima qilib beraman-ku. Uyga borib Abu Bakr keyin esingizdan chiqmasligi uchun nima qilishingiz kerak? Eshitishimiz kerak. Qayta eshitishingiz kerak. Kamida 10 marta, 20 marta eshitasiz. Har bitta men tarjima qilgan narsani, xo'pmi? Ketdik. المستوى المبتدئ الثاني. الوحدة الأولى. الاستماع والفهم. المستوى المبتدئ الثاني ikkinchi boshlang'ich bosqich deyapti, ya'ni A2. Ha? كم صديقا لك يا سمير؟ Mafhum? Nechta o'rtog'ing bor, Samir? عندي 5000 صديق. Menda 5000 ta do'st. يا إلهي هذا كثير جدا. Ya ilahi, hada kafirun jiddan. Ya ilahi, eslab qolinglar. Bas qilib yozishni. Qara, eshit. Ya ilahi. Voy xudoyim-ey deymiz-ku biz. Mana bu so'zlar yozilmaydi. Voy xudoyim-ey deb bironta kitobda ko'rganmiz o'zbekcha yozilgan. Bu so'zlar, bu gaplar og'zaki eshitib o'rganlar. Tushunyapsizmi? U uchun multfilm ko'rishingiz kerak. Arab tilida keyin bunaqa narsalarni, so'zlarni, iboralarni ko'p tushunasiz. Mana bunda ham bor kitoblarda ham. Xo'p. كيف ذلك؟ هؤلاء أصدقائي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. Tamam. Qayerdagi? Facebook'dagi Bular ijtimoiy tarmoqdagi Facebook. Facebook ijtimoiy tarmoqdagi do'stlarim deyapti. نعم. وهل تتكلم مع كل هؤلاء؟ Qanday gaplashasan? Va hal tatakallamu ma'a kulli haula hal gaplashasanmi? Ularning hammasi bilan? لا طبعا يا علي. نحن نتواصل من خلال الإعجاب أو التعليق ومشاركة المنشورات. نحن نتواصل من خلال الإعجاب أو التعليق أو مشاركة المنشورات deyapti. Qarang, bu yangi so'zlar sizlarga. Nahnu natawassalu o'zaro bog'lanamiz. Min khilalil i'jab klasslar orqali, klass bosadi bir-biriga. Rasm qo'yadi, bittasi like bosadi. Like bosadi. Ana shu i'jab degan like klass. Inglizchaga ham like. Like i'jab yoqtirish, like ham yoqtirish. Tushundingizmi? Min khilalil i'jab yoki nima dedi? Xo'p. Nima dedi yana? Ha. Hozir. Nimaga yoqilmayapti u? Burchkan هل تتكلم مع أصدقائي الآخرون؟ هل تتكلم معهم من خلال الاتصال؟ أحيانا تتكلم هذا. صديق. هؤلاء أصدقائي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نعم. وهل تتكلم مع كل هؤلاء؟ لا طبعا يا علي. نحن نتواصل من خلال الإعجاب أو التعليق ومشاركة المنشورات. أو التعليق. تعليق degan kommentariy. Ya'ni izohlar. Izohlar orqali biz o'zaro bog'lanamiz deyapti. Yoki like orqali yoki izohlar orqali. Ta'liq nima ekan? Izohlar. Yoki musharakatul manshurot. Musharaka degani podelиться qilish, bo'lishish. Manshurot postlar. Masalan, Facebookda mana ijtimoiy nima bo'lsa, tarmoqim bo'lsa, o'shanda men yozaman. Bugun kunim ajoyib o'tdi. Darsda mana hamma o'quvchilarim alhamdulillah o'qib kelishdi deb post qo'yaman. Keyin buni qaraydilarda, muxlislarning otalari meni postimni ko'radilar. "O, demak bu meni qizim yaxshi o'qibdilar" deydilar-da. Keyin oladilarda, meni postimni nima qiladilar? Like bosadilar, ana shu narsa i'jab. Pastiga kommentariy yozadilar. Barakalloh ustoz, rahmat sizga, boringizga shukr. Mana bu narsa nima deyiladi? Ta'liq, kommentariy. Keyin oladilarda meni postimni musharaka qiladilar. Ya'ni u yoqda podelиться degan joyi bor, bo'lishuv. Bo'lishadilar, o'zlarini sahifalariga ham meni postim chiqadi. Tushundingizmi? Mana shu narsani musharaka deydi. Musharaka ya'ni bo'lishuv, bo'lishish. Tushundingiz? Manshur degan nima ekan? Post. Yozinglar, manshur nasharodan olingan, nasharodan olingan. Nasharo degan tarqatish, manshur tarqatilgan narsa, ya'ni post degan. Post esa nima? Post o'zi nima? Post o'zi nima? Post prosta biron bir rasm qo'yib fikrni yozish yoki biron bir video narsa qo'yish, biron bir narsa qo'yish xulosda yoki yozuv bo'ladi u. Post odatda yozuv bo'ladi yoki rasm bo'ladi, shunaqa. Tushunarli? Mana shu narsa. Ha? Manshurot.
Tak. Musharakatul manshur demak postni Bo'lishish. bo'lishish. Uni oching. Ha, bo'ldi. Demak, mana shular vositasida men ular bilan muloqot qilaman deyapti. Natavasul. هل تتكلم معهم من خلال الاتصال؟ أحيانا أتكلم مع بعض Ular bilan ittisol, telefon bilan bog'lanish vositasida ular bilan gaplashasan deyapti. Ahyanan atakallamu ma'ahum بعضهم وخاصة أصدقائي الذين في عمري ويتكلمون لغتي. أحيانا أتكلم مع بعضهم وخاصة مع أصدقائي في عمري. Ba'zida ba'zilar bilan gaplashaman va xususan meni yoshimdagi do'stlarim bilan gaplashaman deyapti. أما أصدقائي الآخرون فالتواصل بالإعجاب أو التعليق فقط. أما الأصدقاء الآخرون فالتواصل بالإعجاب أو التعليق فقط. Boshqa do'stlar bilan kelsa, ular bilan bog'lanamiz, like bilan yo kommentariy bilan. وكيف تفهم ما يكتبون ولغتهم مختلفة؟ Ha, Va ularni qanday tushunasan? Va ularni yozganini qanday tushunasan? vaholanki Vaholanki ular lug'atuhum muxtalifa, ularning tillari boshqacha. 5000 tasini hammasi masalan o'zbek emas-ku. U yoqda ruslar bordir, arablar bordir, inglizlar bordir. To'g'rimi? Turklar bordir, xitoylar bordir. Endi butun dunyo-ku. بالترجمة يا صديقي هناك ترجمة تحت كل منشور. Tarjima. va ularning yozuvi tagida Tarjima bilan tushunaman ularni deyapti. Hunaka tarjima tahta kulli manshur. Izohda tarjima. Manshur. manshur post Har bir postning ostida nima bor? Tarjima bor. Ya'ni Facebookda tarjimasi yo'q har bitta postning ostida, faqat siz o'zingiz agar yo'qqa tarjima qilaymi deb so'raydi pastiga. O'shani bossangiz agar tarjima qilib beradi. من أين هؤلاء الأصدقاء؟ هم من كل الدنيا. Tushundingizlarmi? Tamam, tushunarli. العالم الآن أصبح قرية صغيرة يا صديقي. Mana tushundingizlar. Dunyo hozir kichkina qishloqqa aylandi. Ya'ni butun dunyo kichkina qishloqdek hamma bir-birini tanisa bo'ladi. صحيح، لكن كم صديقا لك في خارج موقع التواصل الاجتماعي؟ ولكن كم صديق لك خارج موقع التواصل الاجتماعي؟ agar nimalardan chiqsak saytlardan chiqsak qancha do'stlaring bor? Ya'ni hayotda qancha do'sting bor deyapti. Endi saytni qo'y deyapti. Xorija mavqea tavasul ijtimoiy. Xorija undan tashqarida. Ya'ni hayotda. لي 3 أصدقاء فقط. Manda faqatgina 3 ta o'rtoq bor. Ha. Tamam. Tugadi. Endi bilasizmi, bu yerda zamonaviy matnlar kelganda, shu uchun zamonaviy mavzularda ham mana klass nima, ya'ni like nima bilasizlar, o'zi post nima bilasizlar, kommentariy nima bilasizlar, shunaqa. Lekin bu o'zlari uchun bilishlaringiz yaxshi. Faqat ijtimoiy tarmoqlarga qiziqmanglar. Chunki odam ko'p vaqtini yeydi u. Bilasizmi? Va u do'stlar hech qachon hayotdagi do'stlar bilan teng bo'lmaydi. 5000 ta 5 milliardta bo'lmaydimi? Butun dunyo Facebookingizda podpischik bo'lmaydimi? Ular hech qachon hayotdagi do'st emas ular. Ular prosta nima kuzatuvchi deyiladi. Hayotda hayot boshqa, ijtimoiy tarmoq boshqa. Shu uchun aytayapti, hayotdagi 3 tagina do'stim bor deyapti. Tushunarli? Ijtimoiy tarmoqlar insonni nima qiladi? Vaqtini yeydi va ko'proq diqqatini yeydi. Ijtimoiy tarmoqlarga bog'lanib qolgan insondan olim chiqishi qiyin. Chunki uni diqqati doimo tarqoq bo'ladi. Diqqati tarqoq inson esa olim yoki olima bo'lish qiyin. O'sha uchun madomiki siz olim bo'lmoqchimisiz, ijtimoiy tarmoqlardan uzoqlashganingiz to'g'ri bo'ladi. Agar yaqinlashsangiz bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar kimga foyda beradi, bilasizmi? Foydasi ko'pmi? Kimga? Aytaymi? Bloger kim bo'ladi, kimdir biznesmen bo'ladi-yu, masalan, o'sha biznesini yuritish uchun ijtimoiy reklama qiladi. Reklama qilsa agar 5000 ta do'sti bo'lsa, 5000 ta do'sti ko'radi o'sha postini. Masalanda, endi katta bo'lsangiz, biron biznesning egasi bo'lsangiz, o'sha payt o'sha biznesingiz uchun ijtimoiy tarmoq yuritsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Olimlar ham ijtimoiy tarmoq yuritadi, lekin ular o'zi yuritmaydi, hamma gap shunda. Ularning adminlari bor, o'shalar yuritishadi. Chunki ularning vaqti yo'q ijtimoiy tarmoq yuritishga.
Endi o'sha olimlar tarqatgan o'sha narsani, ilmni adminlar qo'yib borishadi. Tushunarlimi? Yangi yaratgan narsalarni reklamaklari yo'q. Shunaqa. Xo'p. Endi ketdik. Do alamata sahih aw alamata xato bihasabi ma sami'ta. Eshitganingga binoan deyapti. Bihasabi ma sami'ta yozib qo'yinglar. Nima ekan? Eshitganingga binoan. Eshitganingga binoan to'g'ri yoki noto'g'rini qo'y. Ana endi o'qiysizlar va qo'yasizlar o'zlaringiz. Chunki tushundingizlar, alhamdulillah 100%. Tamam? Ha? Iqro'i. Ya'rifu Samir. Iqro'i nam. يتواصل سمير مع جميع أصدقائه. Samir Samir barcha do'stlar bilan do'stlari bilan bog'lanadi. bog'lanadi. Sahih aw xato? Sahih. خطأ طبعا. نعم. تفضلي رزية. يعرف سمير لغة تل. سمير برضه تقرأ من بلاد. خطأ. سمير له أصدقاء من جميع أنحاء العالم. سمير له أصدقاء من جميع أنحاء العالم. هذا صحيح؟ نعم. جميع أنحاء العالم ديجانا دنيونين برشة tomonlardan degan. جميع أنحاء العالم. تمام؟ أصدقاء سمير. أصدقاء سمير قليلون في خارج مواقع التواصل. نعم. هذا صحيح. أصدقاء قليلون خارج مواقع التواصل degani ijtimoiy tarmoqlardan tashqarida o'rtoqlari kam. كان حوار بين سمير وعلي. وعلي. نعم. حوار ديالوج gaplashuv. Kim bu o'rtasida bo'ldi? Men ham eshitmay qoldim. Samir bilan Ali o'rtasida edimi? Shunaqami? Bo'lsa buni ham sahih qo'yamiz, yaxshi. keyingisini o'qing. ضع حرف الجر مناسبا. Siz o'qidingizmi, Zahra? سمعت. Nima? Eshitganingga binoan harf jarni qo'y. هؤلاء الأصدقاء هؤلاء أصدقائي بموقع التواصل. في موقع التواصل. في موقع التواصل dedi. في يعني ijtimoiy tarmoqlardagi. موقع التواصل. تمام. أبو بكر. أحيانا أتكلم مع بعضهم. تمام. أحسنت. أسد بيك. اقرأ. ترجمتي يا صديقي. بالترجمة. نعم. أتكلم ببعضهم، أتكلم معهم بالترجمة. تمام. أصدقائي الذين عمري في عمري. أصدقائي الذين في عمري. من yoshimdagi degan, ha? Meni yoshimdagi do'stlarim. Tarjima qildik. Uyga vazifa bu mashqlarni hammasini qilib maslahat ko'rsatyapman. Boshda shunaqa qilamiz-da, sizlar o'rganishlaringiz uchun. Borib mashqlarni maslahatga uyga beraman keyin. Xo'pmi? Vaqtimiz ekonom bo'ladi, ko'proq matan olamiz, ko'proq eshitadigan narsa olamiz shunda. Hozir boshida bu kitobga tushib olish kerak. Uyga vazifa hozircha dialogini yaxshilab o'qiysizlar, yodlaysizlar va ana istima' bor-ku, istima'. O'shani qayta 20 marta eshitasizlar. Tamam? Mana shu yerda yozadigan, chizadigan narsalarni qilib bildik. Boshqa hech narsa yo'q hozircha. Sog'lik.